Doston aka, charchamadinglarmi? Mashina orqasini ochingdir aka. Ha, shu surpriz bor sizga, shep. Bir ko'ring. Qalay aka? Endi qarang. Bo'ldi, shunda qo'yib qo'yavering. Mashina oldini ham bitta ko'ringdir. Oldini. Oldi o'tirib kelasiz-ku. Ashaydi. Ko'ringchi aka. Nima deyapti? Bizni boshliq biz o'ylaydi-da, zo'r bu. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Qadrdonlar, yana bir yangi obyektga xizmatga kelganmiz. Ushbu obyektimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida Galdagi obyektimizda tepada ish jarayonlari qattiq ketmoqda. Yangi obyekt. Qadrdonlar, Galdagi obyektimiz gazoblokdan ko'tarilgan, xuddi shu ko'rinishda. Penachilar jamoasi mahsulotlardan instrumentlarni olib kelib, ish jarayonlari boshlangan. Instrumentlarimizni ma'lum qismini yoyganmiz, tepada ish jarayonlari boshlangan. Ushbu obyektimizda vasa taxtasi tashlab qo'yilgan ekan, qoqilmagan. Doston akamlar hozir yaqinda qoqib tushib, materiallar mahkamlashdi. Endi sement olib keldim. Aytmasam ham o'zlari tushayotgan ekanlar. Mana shunaqa sovg'alar bilan keldim. Bugun Doston akamning oldilariga. Qadrdonlar, ko'pchilik tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Doston akam hayratlanganlariga 25 kilolik sementimiz, konchli 25 kilolisi. Tepaga tortish oson bo'lishi uchun topib keldim. Bu sement adashmasam chiqishi to'xtagan, chunki bitta ikkita xizmatlardan so'rasam 25 kilolik qopda chiqish to'xtagan deyishdi. Avvallari ham ishlatgandik, zo'r sement. Shunga oldim, keyin kun ham rosa qizdiryapti. Bitta gazli suv ham oldim. Xudo xolasa Galdagi obyektda ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Xudo xolasa musiqaga tezlashtirilgan kadrlarni qo'yamiz. Ish jarayonlaridan obyektimiz umumiy holda yakunlanganini ham qo'yamiz. Xudo xolasa vaqtli kunda yakunlashga harakat qilamiz, lekin hozir o'zi obed mahaldan ham o'tib ketdi vaqt. Hali yuklarimiz tepaga chiqqan yo'q. Vasa taxtasini qoqib ishlaganligimiz sababli ushbu obyektimizda ozgina kech qolamiz shekilli aka. Vaqt bilan yakunlaymiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Ish jarayonidan tezlashtirgan kadrlarni qo'yamiz. Endi mashinani ko'chaga olib chiqib qo'yaman. Ushbu obyektimiz bu taraflariga loy bosilgan yashab turishga uy imoratlari bor. Bu tarafga qo'shimcha imorat solishganligi sababli imorat solishgan, shuni tomini bugun chirel tarzda gipsdan penalonboz bilan yopib beramiz. Ish jarayonlarida ko'rishguncha qadrdonlar, salomat bo'linglar.
Sevging yo'lida gado qilasan, qora ko'z meni ado qilasan. Sevging yo'lida gado qilasan, qora ko'z meni ado qilasan. Sevging yo'lida gado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida gado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida gado qilasan. Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Qadrdonlar, Xudo xolasa galdagi obyektimizni ham yakunlash arafasidamiz. Ozgina qorong'i qoldik. Videolarda ko'rdilaring, o'zim ham ishladim. Sababi bitta sherigimiz Otabek ukamizning oyoqlariga qadar ekanda kirib ketdi. Qattiq emas, lekin qiynal yuribdi-yu. O, pastda Otabek. Hash tarafda qorong'ida pastda. Doston akamlar Xudo xolasa yakunlashdi. Aka charchamadingizmi? Endi hamma narsani tushirib yuboramiz. Shillanki ansha bitta asosiy to'q qolsa mikser bilan. Mana ahvol. Stoshlar ham shu ko'chaga kiyadigan stoshlarda boshlab yubordim. Duo qilib qo'yasizlar doston akamlarni ham. Kech bo'lishiga qaramasdan yakunlab ketishga qaror qildik. Sababi yo'l ancha uzoq edi. 100 osh yurdik aka. Siz ham bizning videolarga bir gapirib maqib qo'yavering aka. Endi Ozgina shu vassasi ham bor edi, azna cho'zilib ketdi. Ha, qadrdonlar, videoda aytdimmi, aytmadimmi eslolmayapman. Pastidagi shilipkasini ham tashab qo'yishgan ekan, qoqishmagan ekan. O'zimiz qoqdik. Yo'l uzoq. Imkon darajada yakunlab qaytyapmiz. 2 suloy avvalroq quyib ketgan joylarimizni ustida yuribmiz. Bu tarafda Yahyabeklar. Doston akam ham avvallari meni videoga olma deb endi ancha ko'nikib qoldilar. Boshida videodan uyalib turardilar. Kamera haramas ekanmi? Endi oxirgi bochkani qo'yamiz, shu bilan ming buloqqa qaytamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha. Ertaga Dama aka, Xudo xolasa. ertaga Namangan shahar tarafga yuk ko'rgan chiqaman. Bu videoni ham ertaga qo'yaman, adashmasam. Ertaga Abet mahallarga qo'yib yuboraman shu videoni ham. Ancha kech o'tib ketdi. Hozir yana 100 kilometr oshib yurib uyga qaytamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar azizlar. Obyektimiz qorong'i bo'lsa ham ko'rsatib qo'yaveraman. Xuddi mana shu ko'rinishda 2 siloyga quydik. Tortiqlari ham ancha ko'p ekan. Mana shu joyda rosa yurib video oldim. Qattiqligi ancha yaxshi. Oyoqdan to'kilyapti urganimga. Salomat bo'linglar qadrdonlar.